Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana yoz faslida barcha ayollarimiz hozir demak kompot yopish bilan, qiyom yopish bilan bandlar. Bugun biz ham siz bilan birgalikda mana zaldoridan qiyom tayyorlaymiz. Mana oldin qiladigan ishimiz zaldorlarimizni chiroyli qilib yuvib olamiz. Sovuq suvda yuvamiz zaldorlarimizni. 2-3 martadan chiroyli qilib yuvib olamiz. Zaldorlarimizni yuvib tayyorlab olgunimizcha ungacha idishimizda qiyomimizni tayyorlaymiz. Buning uchun demak kastrulkaga 1 litr suv solaman. Mana 1 litr suv. Mendan zaldori mevasi 5 kilogramm. 5 kilogramm mevaga 3 kilogramm shakar, 1 litr suv. 1 litr suvga 3 kilogramm shakarni solib, rangi novot rangga kelguncha qiyomimizni qaynatib olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz. Mana endi buni qaynashini kutamiz. Novot rangga kirgandan keyin zaldorini solamiz, tozalangan zaldorini. Obunachilarimiz mevamizni 3-4 martadan toza bo'lguncha yuvib oldik. Endi qiladigan ishimiz mevamizni mag'zdan ham ichidagi donaga ham foydali, o'zi ham juda ham foydali vitaminlarga boy bo'lganligi uchun kompotlar va qishda qiyomlar tayyorlab iste'mol qilamiz. Endi qiladigan ishimiz ichidagi donagini mana shunday ko'rinishda ajratib olamiz va bugungi qiyomimda men uni donagidan ham foydalanmoqchiman. Donagini chaqib ichidagi mag'zini ham soladigan qiyomimizga solib yuboramiz. Chiroyli va yanada foydali vitaminlarga boy bo'lishi uchun. Hammasini mana shu ko'rinishda hozir tozalab olaman endi. Mana shunday ko'rinishda. Mana shunday katta bo'ladi. Mana hurmatli obunachilarimiz, zaldorlarimizni mana bunday qilib tozalab oldik. Endi bunga ham mana zaldorini donagini chaqib oldim va menda yong'oq bor edi. Mana yong'oqdan ham solmoqchiman. Mana yong'oqni ham solib olaman. Yuvib tozalab oldim. Endi qaynab novot svetga kirgan qiyomimiz, mana qaynab novot svetga kirgan qiyomimizga mana buni solamiz. Mana qarang svetini. Mana qiyomimiz. Ana endi 10 minut qaynatamiz mana shu holda. 10 minut qaynab chiqqandan keyin zaldorlarimizni solamiz. Mana hurmatli obunachilarimiz 10 minut qaynadi. Endi birin-ketin zaldorlarimizni solamiz qiyomimizga. Aralashtirmasdan mana shu holda, og'zi ochiq holda qaynab chiqadi. Yuziga chiqqan ko'piklarini olamizda, qaynab chiqqandan keyin 20 minut qaynatib, olovni tagini o'chirib qo'yamiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, qiyomimiz qaynadi. Mana bu ustidagi ko'piklarini qoldirmasdan endi buni olamizda. Ko'pigini olib bo'lganimizdan keyin olovni pasaytirib 20 minut qaynatamizda. Bas olovda 20 minut qaynatib, keyin sovutishga o'chirib qo'yamiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, qiyomimizni o'chirganimizdan keyin 1 soat vaqt o'tdi. Endi mana yana tagini yoqdim. Endi yana 20 minut qaynab chiqqandan keyin 20 minut qaynatamizda. Mana steril qilinayotgan bankalarga solib yopib olamiz. Tayyor bo'ldi. Mana obunachilarimiz o'sha 2-marta qaynab chiqdi. Mana qarang. Rangi, e'tibor bering, rangi qanday chiroyli bo'lib, yong'oqlar, bodomlar bilan chiroyli bo'lib turibdi, ko'ryapsizmi? Mana o'sha bular qaynab damini olgan vaqtda yumshab pishib qoldi. Mana qiyomimiz 2-marta o'sha qaynadi. Bitta yaxshi qaynatib olaman, 20 minut qaynatib olamanda, yopib tashlayveraman. Ranglarini qarang, hali damini olib ham bu qizarib, korishniy chiroyli svet bo'ladi. Mana obunachilarimiz tayyor. Mana steril qilingan bankamiz, steril qilib oldik bankani. Mana o'sha qopqoqlarimizni ham qaynagan suvga solib, mana o'sha steril qilib oldik, tayyor. Endi qaynab turgan qiyomimizni ko'p aralashtirmasdan bir boshidan qaynagan joyidan solamiz, chunki ezilib ketishi mumkin. Mana
Mana bankamiz to'lguncha solib oldik. Mana endi qiladigan ishimiz sterin qilingan qopqoqni qo'yamiz. Zakirvalka bilan 6 marta aylantirib olamiz. Mana obunachilarimiz, chiroyli qilib bankalarni yopib oldik. Mana e'tibor bering. Mana ichida donaklari, yong'oqlari bilan qishgacha mazza qilib yeydigan varinni tayyor. Mana obunachilarimiz, varinimiz tayyor bo'ldi. Mana ichlari qiyomli, ranglari chiroyli bo'lib ko'rishingiz mumkin.